Salom, yosh o'tgandagi mikrofonni ham qanaqa ishlatishni bilmas ekansan. Yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy aylanib ketaylar bugun hammani yaxshi ko'radigan shu Obidjonini eslayotgan ekan. Bizni ham xotiramiz joyligida mana eslagani keldik, aylanib ketay. Men o'zim yolg'iz kelmadim lekin. O'zim bilan bir ajoyib sherigim olib kelganman, Mirza bobo. U qarshi chalmasanglar chiqmaydi baqa. O Mirza bobo. Baqa chiqing endi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Xudoyo. Assalomu alaykum, salomat. Namuncha yuragingizni oldirib qo'ygansiz. Mirza boboga istul ham olib chiqing, o'rtaga qo'ying. Qaltiramasdan kelavering ana. Assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi? Bardammisizlar, tinchmisizlar, hormanglar. Biz men bilan bejizga kelganimiz yo'q. Bu bejizga kelmaganmiz. Yosh o'tgandan darrov o'tirib olaverasizda eshiting. Quvvatingiz ham qolmadi eshiting. Endi turib hech narsani qoyil qilmaganga yarasha hech bo'lmasa o'tirib tomosha qilib o'tirganga nima yetsin? Keksaganda o'tirib qolgan hech narsa emas. Yoshligida uylanolmay erga tegalmay o'tirib qolgandan o'zasi. Salomat bo'ling. Bekorga uylanish to'g'risida gapirayotganim yo'q. Men kelganimning sababi bor. Men yuz xotira qilib keldim. Men 4-to'yimda kelgan Obid. Obidjon asomi bilan 4-to'y. 4-uylanishimda kelgan rahmatli. Necha marta uylangansiz? Obid kelgandan keyin esimdan chiqib qolgan, men ham nechinchi marta uylanganim. Shunda hozir so'qqa boshman yolg'izman deydi. Obidjon bo'lganda to'y qilib bilan borardim deydi. Ana shunaqa dedim. Undan bo'lmasa ham dedim, mayli dedim, yuring bir xotiralab boramiz dedim. Obidjonni mana 7 yoshdan 70 yoshgacha ayollar yaxshi ko'rardi. Obidjonnimi? Yo'q, Shuning uchun mana xotira kechasiga ham yaxshiroq qarang, rosa ayollar kelibdi-da. Bular bormagan joy qolmadi-yu o'zi, Vali bobo. Ayollar bormagan joy. Qadamlari yetmagan joy qolmadi. Menga qarang, balkim bugun baxtingiz ochilib qolar. Allohning Baytullohidan, vatanimizdan, xorijlardan hamma yoqdan iloyo sog' salomat bo'lib yuraversin. Aytganingiz kelsin. Endi bundoq qilsangda mana shu kelinglar, endi mana shu bir yaxshi niyatda bir xotira kechasida mana shu odamga ham bir